Bolalar shu yerda bo'lib turinglar, dadam qishloqqa tashab kelay. Yaxshimisizlar? Zo'r ular. Ey, necha marta aytdim, yemasang kasal bo'lasan, tushunyapsanmi? Ye mana ovdi. Baqiraver ekansiz-da molda. Urama hozir. Ura. Salom. Qo'shnim Rus babular uyiga kelgan bo'lsa kerak. Adashdingiz, narigi uyga o'tasiz. Ada, uyimni bilaman-u. Dada? Yüzün ko'zgusiga olay hayron. Isming nima? Nafsi. Meni qizimning ismi Nabira. O'xshayapti. Faqat qizim biladigan savol berishim kerak. Seni kim tashab ketgan? O'zingiz aytganingizdek, laylak tashab ketgan. Bu gapga faqat qizim ishonardi. Qizalog'im. Hamma narsang o'zgaribdi, farosating o'zgarmabdi-da. Mayli. Yeb bo'lib chiqarsan, o'tin qilamiz. Men dam olgani kelganman. Tez, hali sigir sog'ish kerak. Men sigir sog'ish bilmayman-ku. Nima kiyib olding? Mayli, sigir sog'ish qanday esingdan chiqib ketishi mumkin? Qara, satilda olasan, o'tirasan, qo'yib sigirni sog'ib, sigirga rahmat, sigirjon deb turib ketasan, tushundingmi? Qaytarchi? Satilla olaman, rahmat sigirjon deyman, o'tiraman, keyin nima? Xo'jayin, o'zim sog'ib